əslashda shukra qanoat. Amerikada o'qish bitirib, azroq vaqt o'tgandan keyin bir shirkatga rasmiy xizmatga tushdim. Qo'lim pul ko'rgandan keyin menda turmushning halovatlaridan az to'la huzurlanish iddisi tug'ildi. Normal insonda, men normal inson. Demak, insonlik istak g'idiqlaydi. Kinoxonada kino ko'rish shularning bir qismi bo'ldi. Shu mazgillarda men kinoxonada Massachusets shtatining sharqiy qirg'iga joylashgan beliqchilik sanoatining markazlaridan biri bo'lgan Glastor shahrida yashaydigan beliqchilarning hayoti aks ettirilgan kino Tangdashsiz bo'ron chapqun Perfect Storm degan kinoni ko'rdim. Kino haqiqiy yuz bergan voqealar asosida ishlangan bo'lib, Amerikaning dangliq kino cho'lponlaridan George Clooney ham Mike Wahlberg qatorliqlar rol olgan edi. Bu filmda 1991-yil yozda bu yerda yashaydigan bir guruh beliqchilarning terikchilik ehtiyoji bilan intayin kuchlik bo'ron chapqindimi? Beliq tutish uchun dengizning ichiga parxod haydab kirib, misli ko'rilmagan bo'ron chapqinni qilib, oxiri ularning hammasining qazoga yo'liqqanligidek fojia tasvirlangan edi. Kinoni ko'rib bo'lib, ichim ochiq bo'lib qolgan edi shu chaqda. Chunki bu to'qilma emas, haqiqiy yuz bergan voqeaning ekranda ko'rsatilishi edi. U chaq texi mening Amerikaga yangi kelgan chaqlarim bo'lg'achqa, endi o'ylasam o kunlarda mening bu davlatga bo'lgan tushuncham xuddi endi balog'atga yetgan o'g'ilning qizlarga bo'lgan tushunchasidek tez ham soddiy ekan. Ya'ni bir turli qilib aytganda u chaqlar mening yangi tug'ilgan mo'zay itdan qo'rqmabdi degandek chaqlarim bo'lib, hamon g'oliblik ruhi bilan ishlarning yaxshi taraflarini ko'rib, hayotning go'zal taraflarini o'ylaydigan chaqlarim ekan. U kinoni ko'rgan shu kuni men kinoxonadan huzurlik tuyg'usi bilan qaytishning o'rniga bir xil esankirash va cho'chish tuyg'ulari bilan qaytdim. Chunki kinoda bayon qilingan voqelik iqtisodiy taraqqiy qilgan Amerikadagi davlatdami bir qism kishilarning uyning mo'risidan tutun chiqarish uchun xatarga tavakkalchilik qilishga majbur bo'lib yashaydiganligini va hatto ba'zida jinidan ayrilib so'yimli kishilarni hasratga qo'yib ketib qoladiganligini tunitdi. Men shu chaqqicha Amerika jamiyatiga ancha nazar solmagan ekanman. Shundan keyin men o'zimni go'yo odatdagi quyoshli kunda odam go'zallikning huzurini berdigan. Ammo bo'ron chapqinimi bo'lishi bor bo'lgan bir dengizda yashab atgandek his qilib yurdim. Uyg'ur xalq naqshillaridagi dard alamlar keladi o'g'il balining boshiga, saydi tugman cho'gilaydi ko'zdan oqqan yoshiga degan nurg'un hikmatlar yo'shiringan tekstlar mayli qayerda yashaydi ekanmiz, hammamizning hamon bir kuni hayotning bo'ron chapqinlariga duch kelganligimizni intayin obrazliq ifoda qilgan ekan. Bu kinoni ko'rgandan keyin meningda tuyuqsizlar bu film ishlangan shaharni ko'rish istagi qo'zg'aldi. Go'yo bir sahib jamolga oshiqi beqaror majnun bo'lgan yigitning ko'ngliga tushgan kuchlik cho'g'dak ichimga o't tushdi. Shuning bilan shu yili yozning quyoshli shanba kuni men Bostondagi qatnash tuguni bo'lgan janubiy bekatdan poyezd bilan Gloucesterga yetib keldim. 18-asrda qurilgan bu shahar tarixda Amerikaning parxod yasash markazi hamda beliqchilik sanoati taraqqiy qilgan shahri bo'lgan ekan. Bu shaharda qurilgan suv mahsulotlarini
ishlab chiqarish bilan shug'ullangan 2 asrlik tarixga ega shirkatlarning mahsulotlari Amerika va hatto chet ellargacha sotiladi ekan. Men oldi bilan shahar ichini aylandim. U yerda parxodning rolini tutib, dengizga tamshilib turgan beliqchining haykalini ko'rdim. Kino ishlangan dengizning bo'yiga va to'xtatib qo'yilgan ham uzib kelayotgan parxodlarga qarab turdim. Dengizning yoqasida chiroyliqini cho'ng bo'lgan qizi bilan qulul tutayotgan ota bobosi Portugaliyadan kelib chiqqan bir kishi bilan paranglashdim. Uning aytishicha, bu shahardagi nopasning ko'p qismini 19-asrda Amerikada yaxshi kun ko'rishni orzu qilib, Portugaliya va Italiyadan ko'chman bo'lganlarning pushti egallaydi ekan. Men yana bu kishidan Tangdashsiz bo'ron chapqon degan film ishlangan yerlarni so'rab edim. U menga Hollywoodning bu yerning manzarasini orqa ko'rinish qilib, nurg'un kinolarni ishlaganini deb berdi. Men uningdan 1991-yildagi voqea haqida so'radim. U menga bu ishlarning rost yuz berganini, beliqchilik bilan turmush kechirgan kishilarning doim degidek dengizda o'lib turganligini, dengizda qazoga yo'liqqanlar ismlarining shaharlik hukumat binosining paytaxtlariga yozilib ekanligini aytib berdi. Gloucester haqiqatan go'zal yer ekan. Bu yerga yoz kunlari na-nalardan kelgan sayohatchilarning oyog'i uzilmaydi ekan. Mening ko'zimga chiliqqani dengizning ichiga kirib olib, tuz suratli qiyiq va motorli qiyiq bilan uzib yurgan nurg'un kishilar bo'ldi. Ya Allah, ma odamlarning qaramligini, mana dunyoni basimi, bundaq tavakkilchilikni qilmasmana. Shu kuni tushdan keyin u yer bu yerni aylanib, shu yerdagi suv mahsulotlaridan tamoq qilib sotadigan pakiz oshxonadan birini tepib, uning g'izalanish uchun kirdim. Bir bulungni tepib, tamoq buyurtib, Bostonda ishlab chiqarilgan muzdek ichimlikni ichib o'ltirsam, yenimga yoshlik go'zalligi urg'ib turgan bir qiz kelib qoldi. U mening yolg'iz o'ltirganimni ko'rib, yenimga keldi. Chunki u mo yolg'iz ekan. "Yaxshimisiz?" deb salom qildi u menga. Men uning salom qilgandagi tunji talaffuzini uning boshqa davlatdan kelganini bilib bo'ldim. Modellarning go'zalligi va bu qizning salomiga hang-tang qoldim. Endi 30ning qarsini olgan yoshli qizlari mana men deb ko'rinib turgan chaqdirim bo'lsa-mi? Bundaq go'zal qizlar tashabbuskorlik bilan salom qilib ketgandak, Hollywoodning artisti George Clooney emasda men. Uningga salom qaytardim va nima deydi ekan deb og'ziga qardim. Bundaq chaqda tamkin ham sagak bo'lib, qarshi tarafni ko'zlashing kerak albatta. Ismim Isabella, Braziliyadan kelgan. Bostonda o'qiyman. Bugun Gloucesterni ko'ray deb kelgan. Qarsam yolg'iz o'tirib ketibsiz. Do'stingizga o'xshamamda. Ömrümdə ko'rib baxmagan bu qizning gapiga ishangila bo'lamda. Bu chet elda g'alati odamlar, g'alati ishlar bor ekan deb angladim ba. Ko'nglimni xo'shallik va ozodlik qaplashning o'rniga xiyolimni tashvish va gumon qapladi. Buning bir salom qilishda bir g'araz bo'lishi mumkinmidi? Isabella yenimga kelib o'ltirdi va tamog'ini buyurtdi. Biz tog'dan bag'dan gap qilishdik. Qarasam, uningda boshqa niyat yo'q. Davlatdan yangi kelgan bu qiz musofirchilik va yolg'izchilik tartib qolgandek. Qaraganda yolg'izlik va musofirlik natunish odamlarning tizla yiqilishiga ko'rik salsa kerak. Tamoqni yeb bo'lgandan keyin gapni asta yig'ishtirib qaytmoqchi bo'ldim. Qarab tursam, mening bilan do'st bo'lib qolg'isi telefon nomerini so'rag'isi bor. Mening beshimni harcha qolg'ini yo'qda. Ham beshim ishkim emas. O chaqda na Facebook, na WhatsApp bo'lsin. Bo'lgan taqdirdimi, uni berdiganga niyatmi yo'q, yurak texmi yo'q. Men vatandagi chig'imda Braziliyaning ko'p qismli televiziya filmi Didak Izorani ko'rgan bo'lg'achqa, Braziliyaga nisbatan bir xil yaxshi hissiyat bor edi. O'tganda, mush Amerikaga kelgandan buyongi kashmishlarimni aslab o'ltirib, Didak Izora, Yanu Arya, ham yana men Gloucesterda ko'rgan Isabella qiz ko'z oldimga kelib, bu davlatga g'oyivona talpinib qoldim-da, mununi gachchida izvatdim. Endi bunchalik erkin fikr qilib qo'yganimga meni axloqning tarozisida o'lchab baholab yurmanglar, jimo, anglovchilar, tinchig'chilar, o'quvchilar. Odam degan hayotda o'ziga o'zi ilhom va madad berib yashamasa, xo'shal yashab
bolğulu bolmaydı. Talpinish. Chiniqib ketib etib, shundaq bir xiyol kelib qoldi kallamga. Agar so'rab qolsang meningdan ziyorat to'g'ri kelsa, berib kelasan qayoqqa? Ikkilanmayli deyman, barg'um bar mening janubiy yerim sharg'a. Oldi bilan barg'um bar texi Braziliya degan davlatga. Nima? Dedak izorani izlab boramsan yoki samba o'gangila damsan? Voy tang, uni uqmadim hozir, arzuyim bu u yerga bir barg'um ba. Hamisha logika qul bo'lg'im yo'q. Ish qilib Braziliyaga bir barg'um ba. Xalqini ang do'stona deb angladim, ham ang xo'shal deb angladim. Mening xo'shal ham do'stona odamlarni ko'rgim ba. Uyg'urlarda barmayman degan tugmanga 7 qitim beribdi va nimadan qassang shu yamishido degan so'zlar bor. Mening hayotimda bu so'zlar takror o'zini isbotlab turdi. Oila qurishdan ilgari yosh chog'larimda erlik g'ururim tutib ketib, men hayt deb ko'ziga qarab bo'lguncha titrab turadigan, birni bir desam bir, ikkini bir desam bir deydigan qiz bilan to'y qilaman deb o'ylaydim. Ham shundaqmi so'zlab salgan chog'larim bor edi. Ammo to'y qilgan xonimim undaq ikkini birda desam unaydigan chiqmadi. Ya'ni xato ish qilsam to'sadigan, masalan, tomoqni jiq yavilib, samirib ketsam, vaqtida uxlamasam, salomatga diqqat qilmasam, uni to'sadigan birsi bo'lib chiqdi. Bu Xudoning bergani albatta, Allohga shukr. Xonim qizlar o'qisa, o'ziga xos ko'z qarashga ega bo'lib, erga obdan yan tayoq bo'ladi ekan. Ayol kishi sening xato bo'lsinmi, hammashiga labbay davasa, seni turmushda nasib basqini shu ekan. Men o'smir chig'imda el yurtdan, vatandan hargiz ayrilmayman deb va'da qilgan edim. Ammo sepi o'zidan muhojir bo'lib qoldim. Men chatallik o'quvchi bo'lib maktabning sirtida ishlayolmay, maktabning ichida yotoq binosi saqlab, kech-kechalab soatiga 7-8 dollardan ishlab ketgan chog'larimda o'qish bitirsam, hargiz bu ishni qilmayman degan edim. Keyin men ishlagan shirkat palach bo'lib, vizamni almashtirish bo'lgan araliqda maktabda ishga baqadigan o'sha 8 dollarlik xizmatga zar bo'ldim. Shuningdan keyin men ko'nglimga undaq-bundaq xiyollar kelib bo'lguncha, "Ya tavba astag'firulloh" deb suflab turadigan bo'ldim. 2001 yil yuz bergan iqtisodiy kasachilikning dastida nurg'un odamlarning qatorida men ishsiz qoldim. Tasodifiylikdimi yoki to'g'ri kelib qilishdimmi? Ayolim biz ijaraga kelib o'tirgan uyimizni chiroyli qilib bezigan chig'ida mehmonxona uyining temiga qayerdan topdikin bir parcha tortilgan badiiy suratni esib qo'yibdi. Osmonda bulut, to'lqinlayotgan dengiz sahilidagi xo'ram tashlarning ustida bu dunyoning g'amlarini mo'risiga yuklab olgan xiyolchan bir yigit dengiz to'lqiniga yuzlanib, murakkab hissiyot ichida asta qadam olmoqda. Bir kuni Bostonda yashaydigan, bizni obdan tushunadigan bir hamshirimiz uyimizga kelganda, shu suratga qarab uzun turib ketdi va shundoq dedi: "Qaysar, bu siz." Ayni chaqda ayolimmi, menmi bu xonimning gapiga kulib ketgan edik. Ardın 14 yil o'tgan bugungi kunda aslasam, u xonimning kuzatishi xato emas ekan. Mazkur yozma 2015 yili iyunda yozildi.